Gorod Dimitriyev, Lobni, Iksha, Zelnogradda yashaydigan musofirlar odam emasmi? Haqiqatan ham odam emasmi, o'rtog'im? Bu yerda yashaydiganlarga 5 ta problem hal qilgan joy yo'q haqiqatan ham. Biz shuni hal qilib qo'ydik. Adresimiz qayerda? Ko'rib turibsiz, orqamizda metro Petrovskiy, Razmovskiyning birinchi vixida to'g'ridagi Paris targovsining ichiga kirasiz. 5 ta problem shu yerda bir joyda hal qilsa bo'ladi. Hozir ichkariga kiramiz. Hamma kursdan, qani o'rtog'im, ketdik. Ana shu tochkamiz do'stlar. Bu yerda nima qilamiz? Yangi musofirlarga SNIS, biometriya, gos uslugi, sim karta hamda bank karta bir joyda qilib beramiz. 500 rublga o'zi uchun sim kart sotib olsa bo'ldi. Sim kartalar biz limit ichiga pulni qo'yib bemalol ishlatish mumkin. Va bundan tashqari qo'shimcha ishlarimiz ham bor. Kimni qo'lda turdoy dogovor bo'lsa, uydan через gosluk jo'natib berishga yordam beramiz va pasport perevod hamda vastamli gos uslug hammasi shu yerda. Sim kartalar hammasi bizlimit, chiroyli nomerlar, bizlimit sim kartalar bemalol kelishlari mumkin. Ushbu videoni yangi kelgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Ular ham bilib olsin va shu yerga kelib hamma ishni hal qilib ketsin. Usmonjon do'stim mana Lobnidan kelibdi, xudo xolisa cho'l nom bilan qilib berdik, bemalol ishlatishi mumkin.